Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Biz bugungi darsda 4-dars. Biz bu darsda o'tgan darsda aytib o'tganimizdek, mana shu yuqoridagi ish stolimizda bizga loyiha chizishga kerak bo'ladigan detallar mavjud bo'lgan razdellarni har bittasi haqida alohida mavzu qilganmiz. Bu mavzularda qisqa har bittasi haqida alohida ma'lumot berib o'tamiz. Ya'ni yuqoridagi birinchi razdelimiz struktura razdelida shu haqida ma'lumot beramiz. Xo'p, bu razdelimizda struktura, ya'ni o'z nomidan kelib chiqib turibdiki, binoning qovurg'a holatini barpo qilishda kerak bo'ladigan detallar bu yerda mavjud. Ya'ni fundament deyishimiz mumkin, devorlar, pergorodkalar, zinalar, balkonlar, zinalarni ust tarafidan ochiq holatda ko'rinishlarini ta'minlovchi nimalarimiz bor, detallarimiz bor. Biz asosiy floor plan kreatorda asosiy shu chertoj holatini keltirish uchun mana shu struktura nimasini razdelidan foydalanamiz. Xo'p, mana chertojimiz o'zi qo'yganimizda avtomatik tarzda 4 metrga 4 metrlik xona joylashadi. Biz ko'p holatlarda L yoki U yoki T shaklidagi mana pastdagi 3 tadan biz ko'pincha foydalanmaymiz. Bu asosan biz mana shu 4 burchakdan foydalanamiz. Mana o'tgan darsda ko'rsatganimdek mana sinib doim qo'shuvli turadi. Distance biz buni xohlasak fundamentda 400 ga o'tkazib qo'yamizda, mana shu holatda qo'yaveramiz, mana joylashaveradi. Mana biz bu yerdan razmerlarini bemalol o'zgartirishimiz mumkin. Mana shu shakl kelib chiqishi uchun biz mana shu razdeldan foydalanyapmiz. Bu razdel faqat shu loyihani asosiy qoralama ko'rinishini hosil qilib beradi. Boshqa razdellardan biz boshqa maqsadda foydalanamiz. Misol uchun derazalar, eshiklardan biz derazalarni qo'yamiz, lekin mana shu razdelsiz biz deraza qo'ya olmaymiz, eshik qo'ya olmaymiz. Birinchi bino inshootimizda birinchi ishimiz mana shu razdeldan boshlanadi. Har doim shu razdeldan nima qilamiz. Xo'p, qolganlarni ham birdan tushuntirib o'taman. Mana qalamchamiz. Biz ko'proq qo'llanilayotganimiz to'rt burchak va qalamcha. Devorlar chizishda ko'proq bundan. Biz bu qalamchadan o'rta devorlarni hosil qilish uchun, misol uchun pergorodkalar ustiga bosib turib oladigan bo'lsak, mana 3 metrlik bitta devorimizda chiqib beradi. Yuqorida o'ng tarafda devorimizda qalinligi turibdi, chap tarafda devorimiz uzunligi turibdi. Biz buni uzunligini ham, qalinligini ham xohlagan razmerda o'zgartirishimiz mumkin. Mana ko'paytirib biz istagan razmerimizga olib kirishimiz mumkin. Mana biz agar mana shu lazerni qo'shmasak, biz buni ko'ra olmaymiz. Qay holatda keldi, qaysi razmer to'xtadi bilmaymiz. Albatta sinib qo'shilgan turishi kerak. Shuni hisobida mana ko'rib turganingizdek 0 o'zi avtomatik tarzda topadi. Keyin mana zinamiz. Mana zina qaraganimizda mana shu holatda ko'rinadi. Biz bu zinani ustiga bosganimizda yuqorida mana 1400 mm, yonida 3000 mm. Chap tarafimizdagi zinamizda eni, buni biz 1 metr qilamiz misol uchun. Bu o'ng tarafdagi esa uni balandligi. Balandlikni biz misol uchun 2500 ga, nima uzunligini 2500 ga o'zgartiramiz. 2500. Endi buni balandligini ko'ramiz. Balandlik o'ng tarafdagi nastroykadan ko'rinadi. Buni balandligi 2500 ga turibdi. 2,5 metr. Biz buni deylik 2 metrga o'zgartiramiz. Mana endi mana bu narsamiz aytdim, bu o'sha zinani yonidagi nimalar, balkon sifatida foydalansa bo'ladigan yoki zinani qo'shimcha davom etishiga yordam beradigan detalimiz. Xo'p, mana bu detal avtomatik tarzda o'zi ikkinchi zinaga bog'langanda o'zini o'zi razmerini topadi mana.
razmerda avtomatik topadi. 0 hech qanaqa bu yerda nima yo'q. Mana. Hattoki mana bu o'tgan to'g'ri chiziq ham mana to'g'ri chizig'imiz zinaga kelganda avtomatik tarzda ochiladi mana. Zinaga yopishganda ochiladi va mana bu strelkamiz ham to'g'ri holatga kelib qoladi. Agar biz lazerda qo'shmasak, ozgina xatolik ham mana buni orasini ayirib qo'yadi va ko'rib turganingizdek mana reshotka hosil bo'lib qoladi. Biz buni doim lazerni qo'shgan holatda 0 o'ziga taqashimiz kerak. Shunda mana bu strelka hosil bo'ladi. Endi ikkinchi qavat nimamiz? Endi buni biz mana qaraymiz, ikkita zina bir xil bo'lib qoldi. Nima qilamiz? Buni biz aylantiramiz mana. Detalni aylantiramiz. Detal aylanganda mana strelkamiz endi bu yoqqa qarab cho'zildi. Demak, bu birlashdi mana to'liqligicha. Mana. To'liqligicha birlashdi. Biz zinani mana shu holatda o'zimizga kerakli holatini chiqarishimiz mumkin. Mana. Mana endi mana bu yerimiz tushmay qolganini ko'ryapmiz mana. Chunki bu mana shunday qilsak mana to'liqligicha bordi mana zinamiz ko'rinishi. Mana endi mana bu holat kelib chiqdi. Xo'p, keyingisi bu xuddi shu zinani dumaloq shakli. Mana. Buni ham biz istagan holatda o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun biz buni mana bu yoqda nimasi bor? 450 ni biz 250 qilishimiz ham mumkin. Mana o'zgaraveradi. Yoki bo'lmasam 180 qilishimiz mumkin. Shunda 2000 qilishimiz mumkin. Har xil o'zgarish holatini kelib chiqarishimiz mumkin. Zinani katta kichikligiga qarab biz uni istagan holatimizda mana balandligini to'g'rilashimiz mumkin. Xo'p, mana biz buni 200 qilmaymiz. 180 ni 260 ga o'zgartirib, balandligini deylik 3 metrga o'zgartiramiz. Shunda mana bu holat kelib chiqadi. Mana. Zinani aniq realniy razmerlari orqali biz uni kalkulyatsiya qilib ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi narvon. Bu ham ko'proq kerak bo'lib qoladi ba'zi o'rinlarda. Endi 3D holatga realistniy vid hosil qilishimiz uchun bu ham kerak bo'lib qoladi. Bu odatda ko'p qo'llanilmaydi, lekin qiziqqanlar uchun bu ham ishlatiladi. Keyingisi mana shu to'rtburchak qisqa uzuqlardan hosil bo'lgan nimamiz, detalimiz. Bu detal nima vazifani bajaradi? Bu detal mana biz ikkinchi qavatda hosil qildik. Hozir men zinani ikkalasini birlashtiraman mana. Buni birlashtirib turib, balandlikda 3000 ga yoki 3200 ga o'zgartiraman. Shunda avtomatik tarzda bir xil shaklda o'zgaradi zina. Mana. Yoki bo'lmasa buni yonidagi огражденияларni ham pasaytirishimiz ham mumkin. Xo'sh. Buni alohida qilib pasaytirishimiz kerak bo'lar ekan. Mana. Buni balandligini yoki 75 yoki 80 qo'yishimiz mumkin. Mana zinalarimizdagi огражденияларimiz kamaydi, balandligi pasaydi. Xo'p. Endi mavzuga qaytamiz. Mana bu narsa nimaga kerak? Bu narsa deylik biz ikkinchi qavatda hosil qildik. Mana. Ikkinchi qavatimizning pastida zina turibdi mana. O'sha zinamizni 3D holatga ko'rganimizda zinamiz mana bunday holatga kelib qoladi mana. Mana bu holatda turadi. Biz uni agar chiroyli holatda bo'lishi uchun zinamizni mana shu holatda to'g'rilaymiz. Deylik buni joylashtiramiz. Xo'p, ikkinchi qavatga o'tamiz. Mana zinamiz ko'rinishi mana chiqaryapti, pastga nima qilinyapti. Biz buni mana shu holatga olib kelamiz. Tekslaymiz. Hamma tarafini 0 qilib, bu yog'ini tekslaymiz. Shunda bizda mana bu to'g'ri shakl hosil bo'ladi mana. Ko'ryapsizmi? Mana shu shakl hosil bo'ladi. Buni yoniga keyin bemalol biz ограждение qo'yishimiz mumkin. Огражденияларni qo'yish ham ular keyingi mavzularda ko'rsatiladi. Xo'p, mana bu dumalog'i esa xuddi shu
bundan oldingi mana bu dumaloq zina uchun. Bu o'zgaraveradi, bu ham shakli o'zgarib, istagan razmerda 1.50 ga 1.50 misol uchun. Istagan razmerga o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, uni pastdagi, eng pastdagi menyu razdelimizda esa mana bunda biz rasm qo'yishimiz mumkin. Chertojimizda boshqa bir rasmni ko'rib turishimiz mumkin. Buni oldingi darslarda ham to'xtalib o'tgandik. Misol uchun deylik, biz mana spalni ko'rinishini qilmoqchimiz. Hozir misol uchun biz mana shu spalnini chizmoqchimiz. Xo'p, mana shu spalnini biz chizmoqchimiz. Biz bu spalnini chizishdan oldin mana buni biz misol uchun screenshot qildik, rasmga tushirib oldik. Bu galereyamizda turibdi bu rasm. Biz endi bitta spalni o'zimiz qo'ldan yasamoqchi bo'lganimizda yoki bo'lmasam chertoj chizmoqchi bo'lganimizda biz mana shu rasmning ustiga bosib galeriyadan bitta rasm tanlaymiz. Misol uchun deylik, mana shu rasmni chizmoqchimiz biz. Bitta proyekt. Mana shu proyektni biz chizmoqchimiz misol uchun. Biz hadeb chiqib galeriyadan o'lchamlarni ko'ra olmaymiz. Bu bizning yonimizda постоянно turadi mana. Razmerlarni ko'rishimiz uchun bemalol o'shanga qarab loyiha nima qilishimiz mumkin, chizishimiz mumkin. Bu narsa mana shu uchun qo'llaniladi. Biz agar buni oxirida proyektimiz chizib bo'lingandan keyin olib tashlamoqchi bo'lsak, ustiga bosamiz, delta bosamiz, o'chadi. Mana bu scale turibdi. Bitta bosganimizda bunga razmer kiritadi mana. Misol uchun 12.000. Mana. Bu kattardi endi. Yana rasm ustiga bosganimizda position. Biz bunda rasmimizni o'ngga, chapga, istagan tarafimizga olishimiz mumkin. Undan keyingisi mirror. Ya'ni biz bunda mana bu spalnimiz, hozir biz chap tarafda turgan spalnimiz o'ng tarafga o'tib qoladi mana. Bu o'sha oyna holati, ters qilib ko'rsatish holati. Biz buni chertojimizda ham bajarishimiz mumkin. Floors ustiga bosib, mirror bosganimizda chertojimiz o'zgaradi. Keyingi darslarda biz Doors va Windows haqida mavzu tayyorlaymiz, xudo xolasa.